Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Har bir kuzatuvda men aytib kelyapman. Men bloger emasman. Layk uchun yoki obuna uchun emas. Faqat insonlar shuni bilishi kerak, haqiqatlarni hamma narsani bilishi uchun o'zim bilganimni tashlab kelyapman. Ko'proq Abror Muxtor Aliga qarshi chiqib shu odam bilan tortishyapman internetda. Oxirgi qonun, oxirgi talab, oxirgi shart действовать qilsa 2020-yil 29-dekabrda Oliy Majlis parlament orqali xalqimizga yo'llagan murojaatnomada yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev shunday deb so'z etganlar. Bundan buyog'iga har bir o'zini o'zi boshqaruvchi keyin organlar, o'zini o'zi boshqaruvchi deganda buni mahalla komiteti, hokimiyat, endi organ deganda soliqdan tortib o'sha forma kiyadigan hammasi ommaviy axborot vositasi bilan yaqindan munosabatni yo'lga qo'yishi shart deyilgan. Mana shu o'zimni shu nimamda shu gazetani ham chiqardim. Men o'sha turmada o'tirgan paytimda vaqt время gazetada berilganda bu talabni sudga aytsangiz qilmaydi. Yopiq sud majlisimi, ochiq sud majlisimi, qanaqa sud bo'lishidan qat'iy nazar mahkumni foydasiga, mahkumni orqasidan kelganlar va advokatini qo'lida video kamera bo'lib, oddiy telefonni videoga olib, sud muhokamasini videoga olishi mumkin. Bunga prezident yo'l qo'yib qo'ygan, sud hech kim emas uni oldida. U o'zicha xohlasa ruxsat beradi, xohlasa ruxsat bermaydi degan joyda yo'q. 21-fevral 20-yilda Oliy sud plenum 4-sonli plenum qarori bilan qarorlab qo'ygan videoga olish mumkinligini. Qanaqa sud bo'lishidan qat'iy nazar buni xalq tushunishi kerak. O'sha Gulirona Qosimovani sudidan chiqib buni Abror Muxtor Ali o'zicha aqllilik qiladi. Bu narsalarga aqli yetmaydi. Men haqiqatdan boshimga tushgan, o'zim shu qamoq degan jazoni ko'rganman, bilganman. Endi inson qanday qadrlanadi, shu hayron qolasan-da. Bular yonini olib chiqqanligi uchun men o'zimga ta'sirlanib Abror Muxtor Ali bilan shu video orqali tortishyapmiz. Men hech qachon misol sud hukmini ichki ishlar to'g'ri olib borishligini hech qachon xohlamayman. Ichki ishlarda misol uchun bir yoshroq bola bir telefonni o'g'irlab boringki bir 200 mingami, 500 mingami, 1 millionga sotgan bo'lsa, sotib ketgan bo'lsa, uni ayblov xulosasi shunday yozadi. Bu g'araz-maraz niyatlar bilan birovni mulkini o'g'irlab, falon pulga sotib tez boyib ketish maqsadida shu jinoyat qilgan deb yomonlaydi. Vaholanki shu 500 ming yo 1 million bilan odam boyib ketishi mumkinmi? Mana shunaqa tuhmatlar, haligi bo'rttirib gapirishlar, pashadan fil yasashlar, tergovchini o'zini men oddiy bir ertakchi, lopchiga o'xshataman-da. Lopchi odam bo'ladi-yu. Ilgari Qunduz boboni qissalari bo'ladi-yu. Ana shunaqa Qunduz bobo ham bo'lgan voqealardan ertak aytib berganda. Bu tergovchilar lopchi bo'ladi. Sudyalar uni ma'qullovchi bo'ladi. Hech qachon unga qarshi chiqa olmaydi. Tergovchiga qarshi chiqsang noto'g'ri bo'ladi. Sud muhokamasida, sud tergovida bunday bo'ldi-yu, sen qanaqa qilib buni bunaqa qilib tergov qilgansan deya olmaydi. Deydi shu ma'qul ekan deydi. O'sha tergovdagi bo'lgan holat bo'yicha, ayblov bo'yicha shunday yozadi, tagiga hukm deb turib so'rov beradi xolos. Boshqa hech narsa emas bu. O'zini addinli fikri yo'q. O'shaning uchun sudni muhokamasini oqlaganligi uchun o'sha militsiya tergovchilari oqlaganligi uchun o'sha Abror Muxtor Ali bilan tortishyapman. Aslida unday bo'lmaydi. Mana hozir meni o'zimni qamalishimni oldingi videoda qo'ydim. Bunisida ham aytib beraman. Bir ayol
mendan 48 million pul olgan deb da'vo qilgan. Xo'p, men 48 million pulni oldim. Qani guvoh dedim. 48 million pul kichkina pulmi? 4 ming 5 ming pulmi? Men olib berib ketadigan, to'g'rimi? Nima uchun berding degan savolga misol uchun javob ham berolmayapti. U pulni o'zing qayerdan olding degan savolga unga ham javob berolmayapti. Qani guvohing yoki bo'lmasam til bu nimani ayblanuvchini tilxati bormi seni qo'lingda degan savollarga hech narsa javob berolmayapti, lekin sud hukm o'qiyapti. Hech kim yo'q joyda, hech kimni guvohligisiz berganman u pulni desa, shunga sud hukm o'qivyapti. Qarangda, shu adolatdanmi shu narsa? Bu narsalar ko'pchilik boshiga tushgan, ayniqsa qamalib chiqqan, qamoqda o'tirib yoki bo'lmasa turmada o'tirib chiqqan insonlar bo'lsa, bular bir og'iz mana shu gapir, o'zi men gapirayotgan gapimni qamalib chiqqan inson emas, ikkinchisini bolasi ham tushunadi. Faqat Abror Muxtordan tashqari shunaqa gaplar.